Muşu sahralık şəhərə kirsə, Avropalaşıbdı deb muş yaqindan bir rəqs atadigan balının acayip gaplarını anlap ketdik. Onun degan gapi to'g'ri. 95%, 100% olsun to'g'ri. Nimishga degan vaqtda men o'zimma bir chet sahra izdan kirgan. Bir necha yil oldi shaharlik oldik, nechta uy oldik, obo qildik, shirkat qildik degandek taraqqiy qilyapmiz. Endi bizni qo'llayotgan 90% sahraning, 10% shaharning xalqi. Shu orqali xalqning himoyasi bilan, qo'llashi bilan har holda yomon emas kunlarni beshimizdan o'tkazyapmiz. Qo'limizdan kelishicha o'zimizga tushuk yaxshi bir ishlarni qilib ketib boramiz. Axloqqa, qonunga zid ishlarni qilmay. Ammicho degan vaqtida oning gapining asosi bor yeri nima deymiz degan vaqtida azaldan iliga osh, yo'qsizlikning ichida o'tgan sahrolarda bo'lsin. Ig'ir kunlardan mushta o'tgan odamcho degan vaqtida hech nim ko'miga odam haqiqatan shaharga kirgandan keyin azroq pul tepib, yo bo'lmasa idiklari to'yingandan keyin Yevropalashidi, nurg'ulg'an xatoliklarni, nurg'ulg'an mushu o'ziga mushtaq kupurlik gaplarni qiladigan, ash nurg'ulg'an manmanchilik, daxangalik yetib ketdi. 2-4 dal jiq pul emas, poch pul yanchiga tushib qolgandan keyin. Demakchi degan vaqtida mozayning yugurishi samalliq ichida bunda odamlar uzunga yugurolmaydi. Ya'ni shu oltin biliq yeriq tangning hikoyasidagi heliqi yeriq tangni holati qaytib ketadi bu. Bu haqiqat, bu muqarrar ish bu. Demakchi degan vaqtida kichik bo'lsang tog' ko'tarsa, kang bo'lsang kam bo'lmaysa deydigan mushta bir gap bor. Har qanday bir yerda mayli siz mayun bo'lib keting, mayli siz kim bo'lib keting, bu davlat senda turmas, bu mehnat kimda deb inson degan birsimush og'izdan ashundaq yug'an, ashdaq bir noto'g'ri gaplar chiqib ketganlik sababidan. Yana birsichi desa, kishilar o'ttirsida ismini hozirmush do'yindagi eng uch ish nima degan vaqtda bir odamning rasmini chiqarib qo'yib, shu odamni ashunda qilib turib, mushtaq ziddiyat gap qilib, masalan, Rdoga maqsad Rdo deydi ekan, Rdoning nimaligini men tushunmayman. Men shu hikoya etib, qo'lolab 80-90 ming finslik bo'lib qoldik. Boshqa shu uy sotamiz, hikoya so'zlab bermay, uy so'zlab qo'yamiz. Ya birisining ismi ya palonchi, po'kinchi deydigan, ya birisining rasmini chiqarib qo'yib qilmaymi? Chunki men o'zimni azaldan mukammal deb baxmadim. 70%, 60% bo'lsak bo'ldi. 40% har qanday odamda 30% kamchilik bo'ladi. Demakchi degan vaqtida moshundaq bir gaplar, qanday gaplar desangiz, palonchi manda, ko'kinchi anda, men oq, men ko'k, voy, ma gaplar va haqiqiy o'qigan, bilimlik, saposi va odamlarning og'zidan bilimlik o'qigan bo'lmasin-ku, haqiqiy bir iligi to'q jamiyat ko'rgan manda odamningki kichigidan tortib iligi to'q odamning og'zidan chiqadigan gap emas. Endi shu bundaq gaplar jiqib ketgandan keyin shuni bilan bizdek sahroliklarningki shaharlarga kirib tirishib shahardagi mush tuqqanlar, har millat xalqi men asosli yo'ldoshlar bilan jiqaraq qo'yzolar bilan o'zimiznikilar bilan muomala qilamiz. Bizlarga aztul tegib qoladi ekan bu gaplar. Lekin hammali sahrolik unda emas. Shaharga kirib hozirmush uy-mulk sohasini jonlantirayotgan asosli Mo'ng'ulkiraninki bizning G'uljinoyning olsun, Nilqa Kunas deymiz. Mushu sahrolardan kirib shaharlardan turkumlab o'yilyapti. Uy-mulk sohasi, uy-mulk bozori bir qadar jonli holatga ketib bordi. Shu onasining qo'shig'idan tushiblam esini topgan, pensiyaga chiqqandan tortib hammasi uy setyapti. Vanxondan tortib dangliq naqshchigacha, ya'ni izhor deysiz. Butun har qanday setyapti, az to'ldan pul tepadi. Demak, maqsad nima degan vaqtida u Aştaq Yevropalashib ketib qolgan, manmanchilik gap qilib, kishilarning zirtig'i gap qilib, o'zini bilamayotgan odam faqat ya 1% parazit qildik, ya 20%. Qolgan 99% odam yaxshi. Ham shaharlarda rost demak, ayliqining gapiga men qoyil. Sahrolik shaharga kiribdi, kirsin nima bo'pti desa Yevropa. Hamda Bazmixonni Sanbaychi Aştaq o'ynayotgan deba ketiverdikilarning asoslig'i nabab yo'llarda aysh ishrat kayf safa qilayotganlarning ichida shu sahrolardan kirdi. Bu yerda ota-onasi yo'q, urug' tuqquni yo'q. Kim ko'rib qoldi? Ota-onasi azaldan shu chat sahro izlarda. Shunga chiqib degan vaqtda ijara yo'lda ya bir nim qildi, ya bo'lmasa mensulat yetib qo'pib, Aştaq ishlarni qilayotganlar oz emas. Demak, bular faqat jamiyatimizdagi, mushu bizning mushu hozir yashayotgan muhitimizdagi nihoyatda bir oz bir qismni egallaydi.
Bular tüptülley bir sahralık vekillik kılamaydı, ya bir milletki vekillik kılamaydı, ya bir nimge hiç qandaq bir nim vekillik kılamaydı. Bu cemiyet degen şundaq cemiyet. Her qandaq bir yerde yaxşılar buldu, yamanlar buldu, o buldu, bu buldu, oğur buldu, toğur buldu. Her qandaq her xil her yanz adam buldu. Ama haqiqiy bir qonuniyatga rastçılık işler işininglar xalqim. İnsanlarninki yaxşılık nispati 90%dan ortiq. 99% desem bo'ldi. Şu dünyadaki insanların yaxşılar bek köp. Yaxşılar köp bo'lganligi uchun yaxşılarning sharofati bilan, yaxshiligi bilan biz mushundaq xotirjam bir boy bayoşet, tinish, mushundaq bir inoq ittifoq bo'lgan bab baravar bir davlatda yashayapmiz. Demak bizning hukumatimiz yaxshi, vatanimiz yaxshi, har jihatdan xalqning turmushini, bexatarligini kapolat qilyapti. Şunaşqa, hiliq ağaynam sen senim toniyman bilimi. Shaharga kirib, sahrolikning hammasini Yevropalashib ketmayapti. Bizmi kirdik mana yomon emas. Sening zirtdan qataqida gap qilgandan ki oludimi balkim yomon emas kunlar yashayapmiz. Lekin o'zingni bil, o'zgingni qo'y deb shu bizmi o'zimizning yo'lda ketib bormaymiz. Biz qachon Yevropalashgan kuni shaharga kirib olib, mana men sahrolik dehqonning bolasi shu kuni men vayron bo'lmoqdimmi? Men o'zim halaq qilaman. Ya bilib bilmay o'zimning ustidagilarga shiltin etib, ya bilib bilmay yo'g'on gapni qilib, ya menishimda, ya yurishimda, ya gap so'zimda o'zgarish bo'lgan kuni. Bu necha ming yillar burun kitaplarga, hamma nimalarga ata bo'larimiz taki avlodlargacha qulog'imizning tugida shu vaqt nanchayni o'rin bo'lib ketgan gap. Chunki sen o'tgan kuningni unutma, shiriq shivig'ingni tashlama deb, shu o'tgan kunimizni unutib, azroqli 2-4 tal pulni tepib, anangdakini azroqli bir kostyumni kiyib, galastikini taqaplam sahnaga chiqib, ostimizga 100 ming qo'yliq mashinani sep, bir dachini ep o'tirib olgandikin Eliq japalık şəhərə kirgəndiki köygən iştinin küllərimiz, eliq köyrüknün astırdı tuğan, eliq beşgerən ben, aşu küllərini unuttum degan gap, mənmi bəlkim çataq çıxıma bu. Şonlaşqıçı degan vaqtida cimiki işlarninki kilish mənbəyi nima degan vaqtida odamlar o'zining peshonasini pat-pat silab tutsa, to'xtab turjuma va davlat, dunyo, boylik degan nima bizga sinaq uchun berilgan bo'lishi mumkin. Mushu orqali meni bir sinayotgan bo'lishi mumkin. Mushu dunyo shuning uchun men o'zimni bilib olay, azroq tarozamni nim qilib olay, etim bek ishtik yugurib ketgan bo'lsa, bir hanga tushib ketishi mumkin. Shunga yuzganni tatib turib olay deb ogohlantirishimiz nihoyat bir to'g'ri ish deyman. Chunki hayot bek qisqa. Hech qandaq bir odam o'zining qilgan yaxshilik va yomonliklarining savol javobini bermasdan turib, mushu hayotlikni tatmasdan turib o'lim girdoviga bormaydi, o'lmaydi. Shunlashqa hamda shu deganning gapini meningcha bo'lsa 100% desam, uni bak cho'ng bilib ketgan bo'lmay, 70% sening gapingning asosi bor. Odam naq sahroliklar shaharga kirib 2-4 tal pul topib, Yevropalashgan ekan, sahrolik turib sahrolikni yaratmaydigan, xalqni kasmida og'izini iltiydigan manda ish bo'lgan kuni xumsilik qildigan yana birisiga o'zi qayerda kim sababidan mushu shaharga kirdi, mushu shaharga kirib shu yerda kimning qo'lida ishlab, kim tarbiyalab, kim iqtisod jihatdan, kuch jihatdan, ma'naviy, moddiy jihatdan yordam qilib, ashuni mushu bir sahnaga tonildi. Shu qalbida minnatdorlik tuyg'usim yo'q. Shu odamlarga xumsizlik, tuzkorlik, nomardlik qilgan odamlar hamon bir kun qanday oldi degan vaqtida yerlar yeksan bo'lib, ular chunki tuzkor bo'lganligi uchun oxirsida halok bo'ldi. Shunga deydig'im har millat xalqi xuddi anarning danisdek zish uyushib, o'z ara bir-birimizga shiltin atmay, bir-birimiznikida qo'limay, zitiga tegmay, amal bo'lsa ish qilib yaxshi o'tib ketsak, mehrlik salomlarimizni qilsak, mehrlik kulkularimizni bersak, tonimaydigan odamlar olsun, mayli qarindosh millatlardan bo'lsin, kimga bo'lsin, kulimsirashning o'zi yuragimizdan chiqargan bir yaxshi bir sadiqa bu. Shunglashqichi degan vaqtida har millat xalqi bilan yaxshi o'ssak, ijil o'ssak, bir millatning pulini tepish bu o'zingning millati, o bir odatlik ish, normal ahvol, tilimiz bir, gap so'zimiz bir, o'lib odatimiz bir. Lekin cho degan vaqtida haqiqiy xalqiga vaqtimiz o'zimizdan xalqib atrofimizdagi Xanzoq qarindoshlar, Qo'yzoq qarindoshlar, Qozoq qarindoshlar, Mo'ng'ul qarindoshlar, mushularning 56 millatning hammasining pulini topaligidek holatga borgan vaqtida
Yani biz hemen azırak netice kazanıp demek yaxşıken deyişimiz mümkün. Benim doyunumda bağ, nurgun Xanzo qeyrindaşlar koyuzola. Hatta hazır beni öy aldıqanlar desem 10 zapas öyümde 10 öy var. Alem edisiniz, birer kurdun Juangshu qıp koydum, yaxşı materiallarını ekilim. Birer kurdun tüzeş qıp koydum. Demek bu öyler kimden öyleri deysiniz? 98% Xanzo tağlarımның öylерді, Xanzo çoңдадыларым, çoңапыларымның öylерді. Мұшула шау әйжіңді, әйзіңді мәшәкеп, менің меңшіңімді аңлап, ішініп, келіп, біз мәне дөвлеттілік, раван кичігіміздің татып, дөвлеттілік оқығанлығымыз үшін машинавлар həmkarlaşdıq, öylерін алдық, hatta bəzi bir öylерін muvafıq bahadı bədi, biz mi az dol pay deyip özümüzдің xalqlarına sattıq. Demek bu inaqlıq, ittifaqlıq nəyə apırdı olsan, bəxət. İnaqsızlıq, özara koğlaş çözsən bu bir afet. Eğer mening deginim to'g'ri bo'lib qolsa, xalqim sho'di do'y deb qo'yinglar. Men sizlarning uy mulkchi do'stinglar Anvarjon uy mulkka oid so'raydigan maslahatlaringlar bo'lib qolsa, undidar ham telefonni 156 28 17 95 17. Salomat bo'linglar.